Borliga choydan quy. Voy, uzr og'ayni. O'ylama og'aynimizning joyi. 10 ta sindirsang hech nima qilmaydi. Buni qo'ylaring, undan ko'ra achchig'ishga qaralaring. Qaysi bedini tuxumlarni to'ldirib etganman. Og'aynimizning joyi, to'g'rimi? Unaqa bo'ladigan bo'lsa, qimmat suvni esiz tashinglar, to'g'rimi? Og'aynimizning joyi-ku. Gaplarni tugaymiz, oshga qalansin bo'lmasa, olmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Osh zo'r chiqdi, bolalar maza o'tirdi-ya. O'rnatasan, maza qildim. Ali ukam, shuni topdimi? Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Mana shu. Kamchiliklar bo'lsa chetdaman. Xo'jayini bilan birga o'tirganimizdan ko'rmayaptimi? Shu topga beryapti. Bizaga. Nima bu? O'zimizning o'rtog'imiz joyida pul to'lab o'tiramiz. Ishchilariga o'zi yetganda jinni sira. Sekin shu topga berasan. Ana shunaqa. Hamma o'tirsam, hamma olgan gaplaringni gapirasanlar. Anga qaro, sartarosh kecha chochimni oldirib pulni berdimmi? Sansan, kassa pulab, kecha bag'rimga petno sepib berding. Ortiq bilan pulni oldingmi? O kassanerchi, ana kuni uyimizga kelib turib kassaneri pulni telegrafga qilib berganingga pulini oldingmi? Gaplarimda xafa bo'lmalaring bor. Ishda oshno og'aychilik, o'rtoqchilik ketmaydi. Durishba, surishba. Shu kishi boshini yuzmaysin aylanibdi. Mana oyani to'lab ketarsanlar. Ha, yetgancha do'stim, hozir to'g'ri gapirdimmi yoki yo'qmi? Fikringizni kommentariyga yozib keting. Menimcha bu dunyoda hisob-kitobli do'st ayrilmas. Siz nima fikrdasiz?